Assalomu alaykum hammaga, bizni kuzatib turgan aziz kuzatuvchilar, kanalimiz a'zolari. Xo'p, bugun ba'zi bir yig'ilib qolgan savollarga javob berib o'tmoqchiman. Ko'p bemorlar menga qo'ng'iroq qilishadi va mana shu savollarni qayta-qayta berishadi. Mana shu narsalarga ozgina oydinlik kiritish uchun shu savollarga bitta-bitta javob berib o'tsam. Ko'pchilik meni mutaxassisligimda masalan nefrologmisiz deyishadi, psixiatrmisiz deyishadi yoki boshqa mutaxassislarga aytishadi. Meni mutaxassisligim psixolog, psixoterapevt. Bu bo'yicha ham videolar qilganman. Psixolog va psixoterapevt farqi, psixolog va psixoterapevt va psixiatrda farqi bo'yicha ham kanalda ichiga kirib ko'rsalaring, mana shu haqida ham bemalol ma'lumotga ega bo'lishlaring mumkin. Psixoterapevt nima ish qiladi, psixiatr nima ish qiladi, psixolog nima ish qiladi, ya'ni mijozlari yoki bemorlari kim bo'ladi degan savollarga javob olishlaring mumkin. Ikkinchi savol. Psixoterapiya haqida ko'pchilikda ma'lumot yo'q. Bu bo'yicha ham video qilganman. Videoni burchagida shu videoni qo'yib ketaman. Xo'p, psixoterapiya orqali vahima buzilishlari, xavotir buzilishlari, fobiyalar, panik hujumlar va shunga o'xshash holatlarni davolash mumkin. Yoki depressiya holatlari yoki OKR deymiz, obsessiv kompulsiv buzilish holatlarini davolash mumkin. Ya'ni psixoterapiya degani siz bilan psixologik terapiya usullari orqali ishlanadigan jarayonga psixoterapiya deyiladi. Bu jarayonda sizga invaziv usullar qo'llanilmaydi. Invaziv deganiki, ya'ni tanangiz ichiga kiritiladigan dorilar, ukollar yoki har xil fizioterapiya yoki shunga o'xshash muolajalar qo'llanilmaydi. Bu sizni faqatgina ongingiz bilan, miyangiz bilan, tafakkuringiz, qo'rquvlaringiz bilan ishlanadigan jarayon. Bu asosan terapevt, ya'ni psixoterapevt va siz o'rtangizda bo'ladigan suhbat asosida kelib chiqadi. Ya'ni siz onlayn yoki offlayn ravishda psixoterapevt bilan bog'lanasiz, u bilan o'sha seans, konsultatsiya vaqt oralig'ida o'zingizni holatingizni muhokama qilasiz va psixoterapevt sizni holatingizdan kelib chiqib sizga tavsiyalar beradi. Sizga o'zi ishlaydigan psixoterapiya usullari orqali mana shu holatni yengib o'tishingizda, mana shu holatni tanangizdan butunlay yo'qotishingizda yordam beradigan inson, ya'ni mutaxassis. Xo'p, psixoterapiya qanaqa bo'ladi degan savollar bor. Masalan, psixoterapiyamga keladigan bo'lsak, psixoterapiya o'zi juda ko'p psixoterapiya usullari, metodlarini, 400 dan ortiq usullarni o'z ichiga oladi. Ya'ni 400 dan ortiq tan olingan usullar bor. Va har bir psixoterapevt 400 ta usulni bilmaydi. Shuni yaxshilab bilib oling. Har bitta psixoterapevt o'zini yaxshi biladigan, yaxshi qo'llay oladigan usullari bo'ladi. Ya'ni CBT terapiya masalan bittasi. Juda ko'p qo'llaniladigan terapiya usuli yoki DBT terapiya deyiladi, Gestalt terapiya deyiladi, sxema terapiya, gipnoterapiya, terapiya turlari juda ko'p. Juda ko'p. Endi men ishlaydigan psixoterapiya asosan sizni miyangizdagi qo'rquvlarni, xavotirlarni o'chirish bilan ishlaydigan psixoterapiya usullarini o'z ichiga oladi. Boshqa psixoterapevtda boshqa usullar bo'lishi mumkin. Gipnoz deyishyapti, masalan, gipnoz bormi degan savolni ko'p berishadi. Gipnoz bor, gipnozni ham qo'llaganman vaqtida, lekin hozirgi psixoterapiya usuli gipnozdan ancha samarali va tez foyda bergani uchun gipnozdan voz kechganman. Gipnoz hozirgi holatda ishlatmayman. Xo'p, psixoterapiya davomiyligi menda har bir seans 1 soat davomida amalga oshiriladi. 1 soat. Har xil savollar berishadi, 1,5 soatmi, 1 kunmi, kursingiz bormi? Yo'q, kurs yo'q. Siz bilan faqat bitta individual tarzda ishlanadi. Onlayn bo'lsa ham, offlayn bo'lsa ham siz kelasiz, faqat o'zingiz bilan ishlanadi, o'zingizni muammolaringiz, o'zingizni
nima deydi, miyangizdagi xavotir, qo'rquvlar bilan. Xo'p, nechta seans bo'ladi, nechtada tuzatib yuborasan degan savolni berishadi. Qarang, psixoterapiyada miya hammada har xil bo'lgani uchun umuman o'zi tibbiyotda ham bitta qolipga solish qiyin. Ya'ni insonlarning aksar qismi ma'lum bir normalarga tushishi mumkin, lekin juda ko'pchilikda bu narsalar farq qiladi. Masalan, immunitet oladigan bo'lsak, oddiy bitta gripp bitta oilaga yuqadigan bo'lsa, hamma har xil vaziyatda, har xil holatda tuzaladi. Kimdir juda og'irlashadi, kimdir oyoqda o'tkazib yuboradi, kimdir yotish kerak, kimdir ukol dori olish kerak, misol uchun. Psixoterapiya ham xuddi shunday jarayon. Insonning miyasi vazni bir xil bo'lgani bilan, bir xil moddalardan tuzilgani bilan, lekin hamma har xil ishlaydi. Hammada aqliy faoliyat, tafakkur, tasavvur har xil holatda. Shuning uchun psixoterapiyani davomiyligi mijozning holatiga bog'liq. Mana videolarda ko'ryapsizlar, ba'zilar hatto bitta seansda, ikkita, uchta seanslarda yaxshi bo'lib ketyapti. Bu holat bularning miyasiga bog'liq, ya'ni miyasidagi tasavvurlariga, ana shu qo'rquv xavotirlari bilan ishlash jarayonida psixoterapiyani oson o'tishiga olib keladi va bularda tuzalish bir muncha tezroq bo'ladi. Shuning uchun oldindan aytib bo'lmaydi. Meni bittada tuzatib yuborasizmi yoki ikkitada tuzatib yuborasizmi degan narsani aytish noto'g'ri. Psixoterapiya 3 ta, 5 ta, 7 ta, 8 ta, hatto 10 tagacha borishi mumkin seanslar soni. Bu insonning holatiga, qo'rquv vahimani qanchalik chuqurligiga, qancha yildan beri davom etayotganiga va hozirgi holatda nimalar borligiga bog'liq. Ba'zi mijozlar kelishadi, 10 yil, 20 yillab nevroz holatida yurishgan, lekin hozirgi holatda arzimagan 10% yoki 20% holati qolgan xolos. Arzimagan bitta ikkita simptom bezovta qiladi. Qolgan narsasi hattoki qo'rquv ham yo'qolib ketgan. Kasallik tushunib yetgan, ular o'lib qolmasligini biladi, lekin o'sha ba'zida shu yuragi birdan tez urib ketishi yoki davleniyam oshib ketadi degan ozgina xavotirlar bor. Mana shu narsalar bitta yoki ikkita seansda yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Mana shunday holatda bo'lsangiz. Agar sizda bu yangi bo'lsa, juda chuqur bo'ladigan bo'lsa, iltimos qilaman, bitta ikkita seansda kutib o'zingiz tushkunlikka tushirmang. Ya'ni bitta seans olib tuzalmadim, yaxshi bo'lmadim degan narsa bu xato. Sizda agar o'sha birinchi seansdan so'ng ozgina bo'lsa ham o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, mana shu qo'rquvlaringizni foiz hisobida olganingizda 100% bo'lsa, 80% ga kamaygan yoki 80% qoldi, 20% yo'qoldi degan bo'lsa, bu psixoterapiya sizga ta'sir qilishni boshladi degani. Xo'p, keyin yana so'rashadi, nima qilish kerak, borib yotish kerakmi, qanaqa yotqizib davolaysizmi deyshadi. Boya aytib o'tgandek, bizda ukol dori yoki farmakoterapiya qo'llanilmaydi. Shuning uchun agar siz uzoq masofadan keladigan bo'lsangiz, har kuni yoki keyingi seansgacha orada qatnash sizga bir muncha noqulaylik tug'diradigan bo'lsa, bizda yotoq joylar bor. Holatiga qarab narxini kelishib yotishingiz mumkin, joylashishingiz mumkin. Xo'p, yana qanday savollar? Asosan shunday savollar beriladi. Tuzatgan mijozlaringiz bormi deyshadi. Mana shu narsaga oydinlik kiritish uchun kanalimdagi videolarda tuzalgan mijozlarni juda ko'p chiqarganman va bu mijozlar men ishlagan mijozlarning hammasi degani emas. Chunki o'zlaringdan qiyos, hamma mijoz ham internetga chiqib men tuzaldim deyishda, nima deydi, o'ziga ep ko'rmaydi, uyaladi, xijolat qiladi, ba'zilar o'ta tortinchoq bo'ladi, gapira olmayman deydi. Mana shu holatlarda biz faqatgina rozi bo'lgan mijozlarnigina efirga chiqara olamiz. Bu deganiki, agar men 10 ta odamni tuzatib videosini chiqargan bo'lsam, men 10 ta odam bilan ishladim degani emas. Yuzlab insonlar bilan ishlaganmiz, yuzlab insonlar bilan. Shu insonlarda 80-90% da Xudoga shukr, Xudo sababchi qilyapti, natijalarimiz yaxshi bo'lyapti. Odamlar bu holatdan chiqib ketishyapti, o'zlarini yengil his qilishyapti, qo'rquv vahimalari yo'qolyapti. Mana o'sha belgilar, ya'ni biror yerga borish olmayotgan bo'lsa, boryapti, yolg'iz qolishdan qo'rqayotgan bo'lsa, qo'rqmayapti degandek, mana shu narsalar yo'qolib boryapti. Endi so'rashadi, xo'p, seanssiz o'zim mustaqil uy sharoitida qanday qilib
davolanishi mumkin deyishadi. Bu holatga ham kanalimda videolar bor. Ya'ni mustaqil nima qilishingiz kerak, qanday qilsangiz, nima qilsangiz bu holatni yengish mumkin, bu holatdan qutulish mumkin degan savollarga ham javob berilgan. Faqatgina sizlardan iltimos, sizga videolar chiqqan paytda kanalga obuna degan tugma bor. Obuna bo'lish. Ana shu obuna bo'lishni bosib qo'yadigan bo'lsangiz, YouTube platformasi sizga mana shu videolarni vaqti bilan o'zi tavsiya qilib turadi. O'zi chiqarib turadi telefoningizga. Agar siz kanalning ichiga kirib hamma videoni podrobni ko'rishni bilmaydigan bo'lsangiz, o'zi tavsiya qilib turadi. Har kirgan paytingizda mana shu kanalda yana mana bu video bor. Buni ham ko'rasizmi? Buni ham ko'rasizmi degan holatda tavsiya qilib taqdim qilib turishadi. Agar obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ysangiz, mana shu narsalar sizga chiqib turadi. Agar yana ham yaxshiroq tushunadigan bo'lsangiz, kanalning ichiga kiring. Ya'ni psixolog, psixoterapevt Ravshan Rustamovich degan joyda kanalning ustiga bossangiz, ana shu yozuvni ustiga bosadigan bo'lsangiz, kanalning ichiga kirasiz. Kanalning ichiga kirganingizda video degan bo'lim bor. Ana shuni bossangiz, bir qator bo'lib men nechta video chiqargan bo'lsam, hammasi ko'rinib turadi. Kirib tuzalganlar, mana sizda savol tug'ilyapti. Nechtasini tuzatgani kim bu? Bitta shu xolosmikin degan narsa bo'lyaptimi? Qarab chiqing. Nimalarni tuzatgan, qanaqa tuzatgan, o'sha videodagi insonlarni ko'rib chiqing. Balki qaysidir biridagi holat sizniki bilan bir xildir. Shundan o'zingizga xulosa chiqarasiz. Uy sharoitida siz uy sharoitida kasallikda agar tashxis qo'yishga qiynalayotgan bo'lsangiz, qaysi kasalligini bilmayotgan bo'lsangiz, bunga ham yechim bor. Kirib kasalliklar haqida ham videolar bor. Bularni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat. Mana shu videoga like va podpiska tugmasini bosib qo'ysangiz, bu video tarqalishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Yana bir bor rahmat.